Avvalgi qismlarda Stilla pizza bo'lsa, bizda faqat bitta bo'lagi bor. Ya'ni Stilla bitta emas. 6 ta karta. bunga ancha bo'ldimi? Arzimagan gap. Bolalikda unda emasdi. Onamiz haqida gapirganmi? Yo'q. Bolalikda uning burni qonardi. 30 yoshda bu yana boshlangan. Vafot etganida necha yoshda edi? 31. Michael hozir 31 da. Kim bu? O'g'limni o'ldirgan odam. Ha. Bu raqamli qora tuynuk. U 1 metrdan har qanday elektron ma'lumotlarni ko'chira oladi. Janob Glen, Muammo chiqdi. bu yana nima? Bu qo'shimcha batareyka. Yangisini sotib olasiz. Stilla, ertaga olib kelsangiz pulni yarmini olasiz. 2 kundan keyin 25%ni, 3 kundan keyin miyangizdan darcha ochaman. Kim bu? Salom, Michael. Chicago 2001-yil. Agar Krab bizni yana qandaydir jinniga ro'para qilsa, uni o'ldiraman. Ha, lekin bu jinni bilan ishni bitirmasak, Krab bizni o'ldiradi. Miltiq tayyorla. Tayyor turibdi. Shu ishni bitirgach ketaman. Ortiq bu bilan shug'ullana olmayman. Krab bunga nima derkan? Krab nima deyishiga tupurdim. Nuqul qamoqda yursam, qanday qilib yaxshi ota bo'laman? O'g'limni bolaligini boy berdim. Ammo erkakka aylanadigan paytini boy bergim yo'q. Bu hatto sen uchun ham ahmoqona reja. Boshqa yo'l yo'q deb o'ylaysanmi? Ha, Qara u ketyapti kes qo'lida. kamarni taq. Qo'llar tepaga, tez qo'lingizni ko'taring. Arzimaydi. Ketdik. Shoshma, seni ajoyib rejang shumi? Generalning mashinasiga borib urilishmi? Matoxing yo'qmi? Endi fikring hech kimni qiziqtirmaydi. Ovozingni o'chirib, bakni to'ldir. General bemalol yurishini bilamiz. Bitta limuzin va bir juft soqchi. Meni soqchilar emas, avariya tashvishlantiryapti. Men yengil bo'ladi demadim. Tinchlan. Aytib qo'y. Panamadagi voqealar shunchaki ish edi. Buni keyin gaplashamiz. Stilla senga nimaga kerak? Bu meni ishim. Endi Panamada emasmiz. Men ham to'siq ortida emasman. Yana so'rayman. Stilla senga nimaga kerak? Senga nimaga bo'lsa menga ham shunga. Kompaniyani yo'q. Juda yaxshi. Unda bizga qolgan sahifalarni berib daf bo'l. Bajonidil berardim, lekin Oyster xarita bilan qochgan esingdami? Kim jabr ko'rganini bilasan? Ismlarimiz hozir bitta ro'yxatda. Nimaga kelishganingizni bilmayman, lekin menga pul kerak. Buni keyin gaplashamiz. Unda qanday ablah ayolga pul bermoqchiliging haqida gaplashamiz. Siz ishni qanday bitirish yo'lini bilsang ayt. Bizga o'sha sahifalar kerak. Bu guruhli kelishuv. Xo'sh, sherikmizmi? Sherikmiz. Atiga bir martagina o'ynagandim, xo'pmi? Ana bu yigit Yaxshilab ta'ziringni bersakchi. devaysing qani? Uni qaytarsa bo'ladimi? Ayt unga. Uni olib qo'yishdi.
Tushunarli, mayli, buni erta iste'foga chiqish deya qolamiz. Tepaga chiqib joyingga o'tirdi, ko'zga ko'rinma. Yoki men agent Selfga qo'ng'iroq qilib, sen qolgan muddatingni kamerada o'tkazishingga yordam beraman, o'zing tanla. Sen bilan gaplashmoqchiman. Akang burning qonayotganini aytib berdi. Onang haqida ham. Bu uni ishi emas. U seni deb qayg'uryapti. Onam kasal bo'lganida akam har kuni kasalxonada o'tirgan. Qo'lidan ushlab qanday o'layotganini ko'rgan. U atiga 13 yoshda bo'lgan. Bu unga qattiq ta'sir qilgan. Shundan qo'rqib qolgan. Hozir ham shoshilib xulosa chiqaryapti. Bekor qiladi, men o'zimni yaxshi his qilyapman. Tushunarlimi? Unaqaga o'xshamaydi. Ha, lekin buning o'z sabablari bor. Gretchen Trick. Panjara ortida. 65-qism. U T-Bag bilan ishlayapti. Uislerning atlasidagi bir nechta sahifa ularda. Ularga ham Stilla kerak. Hozir Self ular bilan kelishyapti. Bu ishda ularni ham xuddi biz kabi o'z manfaati borligini biladi. O'sha sahifalarni olishimiz bilan Gretchen bilan T-Bag qilgan ishlari uchun javob beradi. Ular jazosini oladi, senga so'z beraman. Mayli. Gap Gretchenda yoki boshqa birortasida emas. Ishni bitirish kerak. Biroz yolg'iz qolmoqchiman. Iltimos. Ishongim kelmaydi. Boshqa choramiz bormi? Bizga yoqadimi yo'qmi Gretchen jamoada. Bizga qolgan sahifalar kerak. Jazman kerak bo'lgan yana bittasimi? Kim bilan ishlashni menga farqi yo'q. Qog'ozlarni olib binoga kiramiz, ishni bitiramiz. Bilmadim. Uni kompaniya bilan aloqasi bo'lish kerak. Hammasini o'z vaqti bor. Hozir Gretchen emas, general haqida o'ylash kerak. Gretchenni paydo bo'lishi hech nimani o'zgartirmaydi. Baribir yaqinlashib qoldik. Stillaga yaqin White'dan uzoq. Buni xayolingdan chiqar. Ish haqida o'ylash kerak. Men faqat u haqida o'ylayapman. Ishlayapman. Qo'limdan kelganini qilyapman. Lekin kun o'tgani sayin o'g'limning qotilini izlash qiyinlashyapti. Faqat o'ylash qolyapti. Nima qilyapsan? Hech nima. Shunchaki bu pastda bizga kerak bo'ladi. Ha, mayli, men shu yerda bo'laman.
Skofield va Berrowsga qancha berasan? Ikkovingiz kelishib olibsizmi? Uni vaqtincha ozod qildim. Seni ham. Nima qilishimiz kerak? Michael Stillani topishga urinyapti. Kotibakingiz esa ofisga qaraysiz. Chindan ham Skofield gapida turadi deb o'ylaysanmi? Sen u sevgan ayolni qiynagansan. Stilla Michaelga bizdan ham ko'proq kerak. Qamoqdan chiqish ham kerak bo'lgan. Ozodlikka chiqqach hamkorligimiz tugagan. Keyin esa yo'llarimiz ayrilgan. Ishonaver. Ha, o'tavering, sir. Skofield sendan foydalanadi, keyin orqangga xanjar uradi. Janob Pfeiffer, Cole. Shu yerda qoling. Stilla qani? Sizga ham xayrli tong, sir. Janoblar, Senga 3 kun berdim. Stilla qani? men Janob Hen, shoshilinch xulosa chiqarmang. Demak, siz zensiz. Biz shaxsan uchrashmaganmiz, lekin men kompaniya va xitoylik odamlaringiz o'rtasida operatsiya bo'yicha muzokara olib borganman. Suyosan? Xuddi o'zi. Endi kompaniyaga ishlash o'rniga ularni yo'q qiladigan narsani o'g'irlashga urinyapsanmi? Keskin burilish. Stillaning ochiq bozordagi narxini hisobga olsak, unchalik keskin emas. Darvoqe narxi haqida 200. Hali birga ishlamagan edik. Lekin bir hamkasbingiz bilan kelishganman. Unchalik iste'dodli emas ekan. Darvoqe, unga nima bo'ldi? Uning terisiga somon tiqib, osib qo'yishdi. Ha, esladim. U so'zini ustidan chiqolmagan. Siz bilan menga qadar ishlagani ham esingizdadir. Operatsiyaga men kirishgach istaganingizni oldingiz. Stillani ham olasiz. Ola olmasam, quyondek teringni shilib olaman. Narxi esa 100. 150. 125. Hafsalamni pir qilma. Haligi 125 million. Mayli, Susan. Gretxen yoki yana nimasan. Endi Skofieldning ayol bilan kelishib olishing kerak. Hali ishimiz ko'p. Shuni unutma. Bugun bir bechora mashinasiz qoldi degan shubham bor. Tinchlan, temir ombordan olib keldik. Ya'ni butun operatsiyani taqdiri shu zanglagan chelakka bog'liq. Bu birinchi karta bo'lganda yo'q derdim, 5-karta bo'lganda ham yo'q derdim, lekin bu so'nggi karta. Biz to'qnashuv uyushtirib g'oyib bo'lishimiz lozim. Demak, biz u qayerda ishlashini bilamiz. Yo'nalishini bilamiz. Uni shu chorrahada kutamiz. U keladi. Men mashinasini urib kartani olaman. Mo'jizaviy yo'l bilan qochib qolsangiz ham general kim tunab ketganini biladi. Tomiriga morfin yuborilsa bilmaydi. General ertalab kasalxonada xursand va mamnun ko'z ochib hech nimani eslolmaydi. Hushdan ketganda kartani laptopga ko'chirib olamiz. Asl nusxasini unda qoldiramiz. Halokat joyiga yetib kelgan tibbiyot xodimlari hech nimani sezib qolmaydimi? Bu qanday tibbiyot xodimligiga bog'liq. Markazdagi federal to'xtash joyida hozir 4 ta tez yordam bor. Ularda narkotik tashilgan. Bizga bittasi kerak. Sen ham endi foydali ish qil. Bir paytlar qo'mondon jang oldidan qo'shinini to'plab, yerda hujum chizmasini chizar. Dushman pozitsiyasini belgilashga toshlarni ishlatardi. Bu sinov chizmasi deyilardi. Laos bizni sinov chizmamiz bo'ladi. Endi jangni boshlash vaqti keldi. Griffin, Laos bozorining soxta kiplarga to'lishi juda samarali yo'l bo'ldi. Ikkinchi bosqichda natijani uzoqroq kutishga to'g'ri keladi, lekin u ham xuddi shunday bo'ladi. Men operatsiyamizning keyingi bosqichini boshlashga buyruq beraman. Kechirasizlar. Xabarni aniqlab bo'lmadi.
Kimdir izni yo'qotishga yaxshigina harakat qilgan.